Avval xabar berganimizdek, viloyat hokimi tomonidan tasdiqlangan rejaga ko'ra viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Mirzohid Ubaydullayev boshchiligida Biznes ombudsman devoni viloyat vakili, viloyat Markaziy bank va tijorat banklari, Savdo sanoat palatasi, soliq, bojxona va kommunal xizmat ko'rsatish idoralari vakillarining shahar va tumanlarda tadbirkorlarning taklif va murojaatlarini o'rganish bo'yicha uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Navbatdagi uchrashuv Toshloq tumanida o'tkazildi. Unda tumanda faoliyat ko'rsatayotgan kichik va o'rta biznes vakillari istiqbolli loyihalari, takliflari hamda qiynab kelayotgan masalalar bilan ishtirok etdilar. Har biri mas'ullar ishtirokida ko'rib chiqildi. Tumanning Xotinqumi mahallasidan kelgan tadbirkor faoliyatini kengaytirish bo'yicha taqdim etgan loyihasini amalga oshirish uchun kredit mablag'i so'rab murojaat etdi. Men tikuv sexim bor, 14 ta ishchim bor. Ayollar va bolalar kiyimlari ishlab chiqariladi bizda va uni eksportini yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Hozircha Osiyo davlatlariga chiqqanmiz. Keyinchalik endi maqsadimiz jahon bozoriga chiqish. Hozirgi endi masalamiz qo'shimcha binoimiz bor, shuni ta'mirlashga yordam berishni so'rab kelgandim. Yangi ishchi o'rinlarni yaratish va ish bilan ta'mirlash. Men hozirda viloyat hokimining birinchi o'rinbosariga murojaat etdim va ular amaliy yordam beramiz deyishdi va bankka topshiriq berishdi. 15 tagacha ishchilarni safini kengaytirishga harakat qilamiz. Maqsadimiz kambag'allikni qisqartirish. Tumanning Xonariq mahallasidagi tadbirkor Maqsadjon Qodirov imtiyozli kredit mablag'i ajratib berilsa, kambag'allikni qisqartirish uchun mahalla guzarida servis xizmatlarini tashkil etishini bildirdi. Tadbirkorlik masalasida ko'p rejalarimiz bor edi. O'sha servis aholiga xizmat ko'rsatish servislar qildik. Muzqaymoqlar, attraksionlar qildik. Ipoteka kreditlarini so'rab murojaat qildik. Bu masalada hozir bankka topshiriqlarni berishdi. Bank bu masalani ko'rib chiqadigan bo'ldi, yozishdi bu masalani. Tuman hokimi, viloyat hokimligi o'rinbosarlari boshchiligida buni hal qilib beradigan, ijobiy hal qilib beramiz deb aytishdilar. Joyimiz, masalamiz hal bo'lib bitib qoladigan bo'lsa, ish o'rinlarini yaratib, aholini ish bilan ta'minlaymiz. Yangi tadbirkorlik faoliyatini boshlash niyatidagi tashabbuskorlar fikrlari ham qo'llab-quvvatlandi hamda loyihalarni amalga oshirishlari yuzasidan tavsiyalar va yo'l-yo'riqlar ko'rsatildi. 47 ta tadbirkorlardan jami 50 dan ortiq murojaatlar va takliflar kelib tushdi. Shu 16 tasi imtiyozli kredit ajratish yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, 10 tasi yer bilan bog'liq, qolganlari kommunal masalalar va o'sha jami 50 ta masaladan 20 ta masala joyida bartaraf etildi. Uchrashuvda bildirilgan takliflar, yangi loyihalar va murojaatlar nazoratga olindi hamda ijrosi bo'yicha mas'ullar biriktirildi. Jo'ravoy Said Ahmadov Quva tumani Qo'shkechik mahallasida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Anchadan buyon faoliyatini kengaytirish niyatida edi. Viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Mirzohid Ubaydullayevning viloyat boshqarmalari rahbarlari bilan birgalikda tumanda faoliyat ko'rsatayotgan kichik va o'rta biznes vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvda uning bu niyatini amalga oshirishda qo'l keldi. Shu masaladagi murojaatni tez kunda hal etib berish uchun mas'ullarga topshiriq berildi. Qo'shkechik zonasida eski bir omborxonamiz bor edi. Necha yillardan beri turadi. Birisi agar shuni olib oilaviy tadbirkorlik qilib, shu yerda 5-6 ta ishchi o'rni yaratmoqchimiz. Oilani tebratmoqchimiz. Bolalarni ish bilan ta'minlaymiz. Kambag'allikdan chiqarishga o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Viloyat hokimining birinchi o'rinbosariga murojaat qildim. Joyiga borib ko'rib, hal qilishni berar ekan. Shu kuni bildirilgan taklif va istiqbolli loyihalar korxona va tashkilot vakillari, mas'ullar ishtirokida ko'rib chiqildi. Har biri bo'yicha aniq javoblar berildi. Mana 74-yildan beri mebel, sondiq, javon, ispaniyga ishlab chiqarib kelyapman. Hozir joy so'rab keldim, joyimga berishga 10 kunga so'rab berdi. Yana joyda bersa ishchilarni ko'paytiraman, 100 taga chiqaraman tag'in. Tadbirkorlik qilyapman-da, do'kon bilan shug'ullanyapman. Shuni yana ham kuchaytirmoqchiman tadbirkorlik. Shu sohada ishlab chiqarishni kengaytirmoqchiman. Murojaat qildik, ishingiz 4-kuni hal qilib beraman dedi. O'zi do'konim bor, aslida endi kattalashtirmoqchiman. 58 nafar tadbirkorlik subyektlari vakillari tomonidan 60 ga yaqin muammoli masalalar ko'tarildi. Bundan 22 tasi joyda o'zida hal qilindi va qolgan masalalar yuzasidan tegishli ishchi guruhlar shakllantirib, joyda o'rganish ishlarini olib borish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Viloyat hokimining birinchi o'rinbosari ishtirokidagi uchrashuvlar joylarda davom etmoqda.